Surxondaryo viloyatining Termiz shahridagi Namuna mahallasi aholisi mol-mulk va yer soliqlarini o'z vaqtida kechiktirmasdan to'lamoqda. Bunday ijobiy natijalar albatta o'z-o'zidan bo'layotgani yo'q. Buning zamirida mahallaga biriktirilgan soliq inspektorining mahalla yettiligi bilan hamjihatlikda olib borayotgan targ'ibot ishlari samarasidir. Bizni Termiz shahar Namuna mahallamizda aholi sonimiz 3,5 mingta bo'lib, soliq to'lovlari bo'yicha bizni Namuna mahallamiz har yili shahar miqyosida birinchi o'rinda bajaradi. Xonadonlarga to'g'ri targ'ibot qilganligimiz evaziga xonadonlarimiz o'z vaqtida soliqlarni to'lash madaniyatlarini oshirib, hozirda aprel oyida shunga erishdiki, biz 60-70% soliq to'lovlarini yilligini deyarli bajarib qo'ydik. Hurmatli prezidentimiz yaqinda selektor o'tkazdi. Mana shu soliq to'lovlari bo'yicha chiroyli bir takliflar berdilar. Qaysi mahalla birinchi bo'lib mana shu soliq to'lovlari xonadonlar bilan mana shu birikib, agar to'lovlarni birinchi bo'lib amalga oshirilsa, mahallaga biz 2 milliard pul ajratamiz. Bu 2 milliard pul mana shu mahallaning infratuzilmasini yaxshilashga qaratiladi deb aytdilar. Biz mana shunga erishmoqchimiz. Mahalla aholisi issiqxonalarda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish bo'yicha katta tajribaga ega. Shu bois deyarli har bir xonadonda issiqxonalar mavjud. Mana biz 3 yil oldin mana shu issiqxonani qurganmiz kredit asosida. Oilaviy daromadimiz yaxshilandi. Yiliga 50 million, 60 million daromad qilamiz. Biz soliqlarni vaqtida yilning boshida to'lab qo'yamiz. Hududda olib borilayotgan targ'ibot va tushuntirish ishlarining mantiqiy davomi sifatida soliq to'lash kuni aksiyasi ham tashkil etilmoqda. Unda soliq tizimida aholiga raqamli va elektron xizmatlar ko'rsatish ko'lamini yanada kengaytirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar, shuningdek elektron to'lov tizimlaridan foydalanish imkoniyatlari haqida batafsil ma'lumotlar berilmoqda. Menga Termiz shahridagi Kokildorata, Namuna, chegara mahallalari biriktirilgan. Jumladan Namuna mahallasida 547 nafar mol-mulk, yer soliq to'lovchi fuqarolarimiz mavjud. Mahalla yettilik bilan birgalikda olib borilayotgan tushuntirish ishlari natijasida 2026-yilda hisoblangan soliqlarni fuqarolar tomonidan oldindan to'lab berilmoqda. E'tiborli tomoni, soliq to'lash har bir fuqaroning jamiyat rivojiga hissa qo'shishdek sharafli burchiga aylanmoqda. Aziza Islomova, Ilyos Rahmatov, tafsilot informatsion dastur uchun maxsus tayyorlandi.